Bugungi ob-havo haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zgidromet 26 mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va kunning birinchi yarmida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-6 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin. Tuman tushishi ham, qor ko'chishi ham xavfi e'lon qilingan. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi aytilgan. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi.